Toshkent viloyati Xalq qabulxonasida O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy Kengashi hamda Toshkent viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi tashabbusi bilan mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Bugungi kunda mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash, ayniqsa yoshlar, xotin-qizlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam vakillarini munosib ish o'rinlariga joylashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda tashkil etilgan mazkur mehnat yarmarkasi ham fuqarolar va ish beruvchilar o'rtasida samarali muloqot maydonini yaratib, bo'sh ish o'rinlarini to'ldirishda muhim vosita bo'lib xizmat qildi. Tadbirda viloyatdagi korxona, tashkilot va muassasalar vakillari ishtirok etib, turli sohalar bo'yicha mavjud vakant ish o'rinlarini taqdim etdilar. Jumladan sanoat, xizmat ko'rsatish, ta'lim, sog'liqni saqlash, qurilish hamda ishlab chiqarish yo'nalishlarida ko'plab ish o'rinlari fuqarolarga taklif qilindi. Fuqarolarga munosib mehnat sharoitini yaratish, korxona tadbirkorlarimizda mavjud bo'sh ish o'rinlarini ishsiz fuqarolarga tanishtirish, ularni demak ushbu bo'sh ish o'rinlariga ishga joylashtirish maqsadida bugun mana Toshkent viloyati darajasida mehnat yarmarkasi tashkil qilindi. Birinchi galda o'sha mehnat yarmarkasida 120 dan oshiq korxonalar, 500 ga yaqin ishsiz fuqarolarimiz hamda 2000 dan oshiq ish o'rinlari bilan demak ishtirok etishdi. Albatta juda samarali bo'ldi bugungi mehnat yarmarkamiz. Sababi Toshkent viloyatining tuman shaharlaridagi ish so'rab murojaat qilgan, xalq qabulxonalariga ish so'rab murojaat qilgan, umuman ham bandlik bo'limlariga ish so'rab murojaat qilgan fuqarolarni biz shu yerga jamladikki, ularni demak viloyat bo'yicha o'sha tadbirkorlik subyektlaridagi bo'sh vakansiya ish o'rinlarimiz bilan tanishtirish va shu yerni o'zida ishga joylashtirish masalasi samarali bo'ldi. Bugun mana hozirgi o'sha dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 120 dan ortiq ishsiz fuqarolar demak o'zlariga munosib bo'lgan ish o'rinlarini bilan tanishib, demak ishga kirish roziligini berishgan. Yarmarka davomida ish izlovchilarga mehnat sharoitlari, ish haqi miqdori, lavozim talablari va kasbiy malaka bo'yicha batafsil ma'lumot berildi. Tadbirning muhim jihatlaridan biri shundaki, fuqarolar bevosita ish beruvchilar bilan suhbatlashish, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olish hamda ishga joylashish bo'yicha dastlabki kelishuvlarga erishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Men ish izlab keluvdim. Mahalla yetakchilari bu yoqqa olib kelishdi. Ish o'rinlarini ko'rib chiqdim, menga yoqdi. Tovuq firmadagi ishlar yaxshi, Nurafshondagi ishlar yoqdi menga. Endi Nurafshondagi tekstil korxonasi menga yoqdi. Men shunga qadoqlovchi bo'lib ishlamoqchiman. Shuningdek, yarmarka doirasida mutaxassislar tomonidan kasb-hunarga yo'naltirish, qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlari bo'yicha ham tushuntirish ishlari olib borildi. Fuqarolarga zamonaviy mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar, tadbirkorlik faoliyatini boshlash imkoniyatlari hamda o'zini o'zi band qilish mexanizmlari yuzasidan zarur tavsiyalar berildi. Sudyalar Oliy Kengashi tashabbusi bilan mehnat yarmarkasi tashkil etildi va men bu yerga hokimiyat amsi bilan birgalikda keldim. Bu yerga bo'sh ish o'rinlarini o'rganish maqsadida keldik. Bu yerda bo'sh ish o'rinlarini ko'rdim va o'quv kurslarini ko'rdim. Bu yer ichidan sartaroshlik bo'yicha o'zimga yo'nalish tanladim va mana shu o'quv kursida o'qimoqchiman. Bu o'quv kursi bo'yicha yo'llanma berishdi. Yo'llanma mutlaqo bepul ekan. Bu menga yoqdi. Shuni aytish lozimki, mazkur mehnat yarmarkasi fuqarolarni munosib ish bilan ta'minlash, ularning daromad manbalarini kengaytirish hamda jamiyatda ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan muhim amaliy qadam bo'ldi. Bunday tashabbuslar aholi bandligini mustahkamlash bilan birga inson manfaatlarini ta'minlash va xalq farovonligini yuksaltirishga xizmat qiladi.